Qo'sh tirnoq ichida bir dinozavrlar davridan qolib ketgan bir g'oyani sarqitlari bizda ham borda. Ya'ni mani o'ta subyektiv fikrim bo'yicha bir vaqtlar o'sha sobiq Sovet davlatlari hududida sotsializm g'oyasini ilgari surilishi, hamma narsani senga davlat qilib beradi degan g'oyalarni xuddiki amalga oshishi bugun bo'layotgandek tuyuladi shaxsan menga. Chunki hozirgi yoshlar bilan gaplashsangiz ham, yoshi sal kattaroqlar bilan gaplashsangiz ham, ular aytadigan narsa davlat qilib bersin, davlat qilib bersin, davlat qilib bersin. Xo'p, davlat ish bilan ta'minlamayapti, davlat ish bilan ta'minlamayapti. Xo'p, qayerda davlat kafolat berganki, men seni ish bilan ta'minlayman deb turib. Siz nima uchun zo'r mutaxassis bo'lishga harakat qilish, deylik, o'zingiz ishchi o'rin yaratish yoki yangi bir ishlarni yaratishga harakat qilmaysizda? Nima uchun siz kimgadir qarashingiz kerak har doim? Ya'ni yoshlarimizdagi, tengdoshlarimыздagi asosiy muammo bu, albatta hamma narsani kimdir qilib berish kerak. Men o'qimadim, meni o'qitishmadi, ota-onam aybdor. Men hozir ko'chada yuribman, ishimni topa olmayapman, bunga davlat aybdor. Meni ishlarim yurishmayapti, bunga atrofimdagilar aybdor. O'rtog'im yaxshi bo'lib, zo'r odam bo'lib ketyapti, buni zo'r tanishlari borda. Nima uchun biz shunday qarashda bo'lishimiz? Gap bor-ku, dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zingdan boshlagin. Bizani tengdoshlarimizni qarashlari, fikrlari o'zgarsagina, muammoni o'zlaridan qidirishni boshlasalargina va dunyoga qarashlari o'zgaradi.